sizning o'sishingizga yordam bergan maslahatlar va prinsiplar qanday? Mening kasbiy o'sishimda muhim rol o'ynagan shaxslardan biri bu Gafur G'ayrat Ashrapovich ustozim. Shogirdlik davrlarimda u kishini yonlariga borib o'rganganimda har doim bemorlarga sifatli xizmat ko'rsatish, to'g'ri protokollar bilan ishlash kerakligini har doim uqtirib kelardilar. Hamda u kishi har doim kurslarga qatnashish kerakligini, yangi bilimlar olish kerakligini, hamda zamonaviy va ilmiy asoslangan protokollar bilan ishlash kerakligini har doim ta'kidlab kelardilar. Shu ustozim maslahatlari bilan 1 yil davomida 2024-yilni o'zidayoq 121 ta offline va asosan onlayn kurslarga o'qib o'z bilimlarimni oshirdim. Bu yondashuv menga nafaqat bilim, balki mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish hamda o'z faoliyatimda yuqori cho'qqilarga ega bo'lishim uchun katta sharoit yaratib berdi. Sizga maslahatim, avvalambor siz o'z qiziqqan sohangiz bo'yicha ustozingizni topib, ustozingiz maslahatlariga ergashib, o'zingiz xohlagan yetuk natijalarga erishishingiz mumkin.